Bugun sizlar bilan bitta judayam injiq mijozimizni zakazlarini upakovka qilamiz. Mijozimiz ko'ylaklarni rangini aytdilar. Biz rangiga qarab aksessuarlar tanladik. To'q qizil rangli ko'ylagi bor ekan, shunga moslab bu gulli obodokni tanladik. Yana oddiy sariq emas, tilla rangli kiyimi ham bor ekan. U kiyimiga moslab shu obodokni tanladik. Bonus qilib zireylar ham qo'shib bermoqchi edik, lekin kelinimiz hijobli ekan. Qizlarjonlar, noldan mukammal. Mana shu videoda ko'rib turganlaringiz va undan tashqari ko'plab aksessuarlarni yasashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizni onlayn kursimga taklif qilaman. Siz bu kursimda faqatgina aksessuarlar yasashni o'rganibgina qolmay, payalnida qanday ishlashni, arzon va sifatli furnitura sotadigan magazin adreslarini, Smalada mukammal ishlashni, turli xil mukammal aksessuarlar yasashni va albatta kursni oxirida Telegramda gruppa ochib yurg'izishni va Instagram upakovka qilishni o'rgataman. Onlayn kursimizga hozircha 20 narxda qo'shilib qoling. Narxlari albatta unaqa qimmat emas. Siz kurs pulini ikkitagina zakaz yasash orqali chiqarib olishingiz mumkin. Videoga like bosing, izohlarda o'z fikringizni qoldiring va hunar o'rganmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.